tijoratimi mana tuzaymiz. Boramiz oz qoldi. Mayli 2 kun qo'shib beribdi Xudoga nola qiluvdik bolam mana. Meni niyatim amalga oshadi bilasan-ku. Meni har joyda aybdorsilar ekansizlarda, aytuvdik. Men rosa qildim. Ey Xudoim, duo qildiravering hozir. Siz duoingiz ijobat ekan. Menga ham duo qiling. Baho olyapman dedi. Yillar yurdik mana. Hech kimga bermagan oshlardi. Ilohim. Bitta tojik qiz yozib olay duo. Nima deb qiling? Ko'nglingizdagidek qilib qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Robbim, o'zingga hamd va sanolar. Parvardigorga birinchi o'rinda bizni shu yerlarga yetkazib qo'yganingga shukr Robbim. Amin. O'zingdan umid qilgan edim shu joylarga kelishlikni. Alloh, mana o'tgan yil Qur'onlardan bexabar o'qimasdim. Mana Allohga shukr, o'tgan yilgi ro'za Ramazon oyida ey Allohim, Qur'onlarni o'qishlikka nasib qilgin. Dedim, niyatimga yetkazib mana Qur'onlarni bir porada mana 30 porani tugatib hozir Jin surasi dedim. Ustoza qizimiz juda ham zo'r, shunaqa o'rgatadi. Biram endi mashalloh deb o'qiz o'rgatganiga. Ilmlari ziyoda qiziqongan ham bolalariga bosh bo'lsin. Shu ustoza qizimiz 13 kunda Qur'onni xatm qilamiz, duo qilamiz, tahajjud namoz o'qiymiz. Alloh razı olsun. Taravih namoz o'qidik, mana Allohga behisob shukr. Umrim mobaynida shu yoshga kirib taravih namoz o'qimagan. Mana taravih namoz o'qidik, ibodat qildik, Allohga behisob shukr. Mana o'shani mukofotini o'zimda ko'rib turibman. Nimaga? Bolajonim Murodjon namoz o'qigan bolam, ibodatda bo'lgan odam hech qachon ziyon ko'rmaydi. Alloh taolo ekan hammani ibodatga bo'ynini egsin. Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'z farzandidan kechib sizlarni ummatlarim degan. Kimni senga kerak desa, kimni tanlaysan desa ummatimni degan bola. Shuning uchun albatta namoz o'qi. Onam rozi bo'lsin desang namoz o'qi. Xudo xolasa uyga borsam o'zinglarni billa o'tkazib Qur'on o'qizaman bolam. Har bir harfi tillodan qimmat. Bolam g'animat, dunyomiz g'animat ekan. Albatta bu dunyo chin dunyo bolam. Shuning uchun meni rozi qilaman desang 5 vaqt namozni hatto o'qimay o'qigin. Bolalaring Muhammad Zubar Firdas deb at qo'yganman, shularni ilmli, ahli solih mahallalarga domla bo'lsin deb bolam. Shuning uchun ona rozi, Xudo rozi dedi. Meni rozi bo'lsin desang 5 vaqt namozni belingga chugib, payg'ambarim seni ummatim degan. O'zini o'g'lidan seni ustun qo'ygan bolam. Meni rozi bo'lsin, ota-onam rozi bo'lsin desang, birinchi o'ringa namozni qo'ysang, men sendan 1000 marta roziman bo'lam. Meni o'lganimdan keyin chirag'im yoquvchi, o'lsam qabrimni boshida o'tirib yasin suralarni o'qiydigan sensan bo'lam. Sendan 1000 marta roziman. Akangni ham iloji bo'lsa borsam o'zim o'rgataman. Mana men Farg'onam Qur'on o'qidi, Mahfuzaxonam o'qidi bolam. Bu dunyo ikki dunyo ilmini bersin. Parvardigor ekan hamisha o'zi qo'llab-quvvatlasin. Allohga shukr, Allohning eng suygan bandasi menman. Nimaniki xohlasam berdi Xudoga behisob shukr. Alhamdulillah Alloh mana Xudoga shukr. Shunda ko'rgan yerlarni ko'rdim. Allohga behisob shukr. Alloh hamisha sizlarni ham shu yerlarga chaqirsin bolam. Seni tilagim seni Qur'on o'qishlik, yodlashlik bolam. Bo'ptimi? Mana hamma tilni bilasan, oz bo'lsa ham ilming bor, oz bo'lsa ham aql idroking bor bolam. Xudo xolasa yanagi yillarga qo'shganing bilan qo'shqarib shu yerlarga bola chaqing bilan birga kelishlikka nasib qilsin. Shu emasmi Soliha qiz bilan Durdona qiz. Durdona qiz ham Alloh tan jonini sog'sin. Ularning vaqtiga ota-onalari tinch bo'lsin, bola chaqasi tinch bo'lsin. Shunaqa tiraverlar ishga tushib yura olsin, bizga o'xshaganlarni olib kelish, ziyoratlarga olib kelish olsin. Bizga o'xshagan onalar duo qilib, shularni soyasida kelib ketib yurishlikka nasib qilsin. Xudo xolasa bu kelib ketgan safarimiz bir marta ham emas, oxiri ham emas, davomiy bo'lsin. Allohdan niyat qilib to'plagan pulimni faqat umra hajga hashlayman deb niyat qilib, Alloh niyatimizni amalga oshirsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Qizlarimizni umriga, rizqiga baraka bersin. Davlatimiz tinch bo'lsin, el yurtimiz tinch bo'lsin. Parvardigorga hamma davlatimizni boshida o'tirganlarga Allohning o'zini marhamati yog'dirib, mana masjidda o'tirib o'qigan juma kunidagi namozni marhamatlari yog'dirdi. Qarang, Allohning qudratiga tan berdimki, mana bizning yonimizda O'shti tog'larini ko'raman, oshigani boramiz. Tog'larning ustida qor bo'ladi. Allohning qudratini qarangki, bu yerda tog'da bitta qor yo'q. Qarang, shundan ham buni nimaligini g'oyib bor. Bilsangiz bo'ladiki, qarang, issiqligini qarang. Tog'li joylar issiq bo'lmaydi, sovuq bo'ladi. Suvlarga tiqsangiz qo'lingiz qaqshaydi.